Shayba kamera. Orqasi kojasi shunaqangi zo'r mayin, eko koja deyishadi-yu, lekin haqiqiy kojaga o'xshaydi. Ushlaganingizda umuman chexol kerak emas. Smartfon rostdan ham zo'r. Kameralari ko'pchilik hozir maqtayotgan, ya'ni har doim bilasizlar, blogerlar ikki xil blogerga bo'linadi. Ya'ni общий massaga yoqadigan narsani aytadi, lekin oldindan bir narsani aytadigan blogerlar ham bo'ladi. Demak, bu smartfon hozirgi paytda Vivo X300 Ultra'ni hamma maqtayapti, lekin Vivo X300 Ultra'dan ham yaxshi bo'lgan smartfon. Vivo X300 Ultra Samsung S26 Ultra'dan yaxshiroq bo'lsa, bu o'shandan ham yaxshisi hisoblanadi. Nima uchun yaxshi desangiz, to'g'ri, bor yo'g'i bitta kamerasi bilan farq qiladi, lekin effekti anchagina yaxshi. Smartfonni men ochib ishlatib ko'rdim. Zo'r. Ayniqsa mana shu shayba kamerasi Xiaomi smartfonlarida bilasizlar, qo'ysangiz, mana shunaqa sal turadigan bo'lsa, kamerasi oqib ketadi. Buni ko'rasizlar, ya'ni smartfon qo'lingizda turganda tushib ketmaydi. Demak, sal qo'lingizga mana bunaqa qilganingizda paytda ham, demak, kamerasi tortib ketmaydi. Ya'ni mana shu balansni zo'r ushalgan. Bu birinchi eng muhim jihatlaridan biri, ya'ni smartfon doimiy ravishda qo'lingizda yaxshi turish kerak. To'g'risini aytsam, chexolni umuman taqqan ham kelmadi. Orqadagi kojasi ikkiga ajratilgani, bu orqadagi dizayni yu qo'shimcha tugmalar ko'pligi ham aynan iPhone'da ancha qulayligini ko'rsatadi. Smartfon dizayni haqida gapirishdan oldin keldi korobkasini ko'rsataman. Bu 12 ga 512 GB versiyasi. Oppo Find X9 Ultra. Buni Xitoyda Shamshod degan shogirdimiz уже ochib, o'rganib chiqdi va smartfonni mana bunaqangi demak taklifnoma deymizmi, tabriknoma deymizmi, buni OnePlus smartfonlarida ko'rardik. Albatta bu OnePlus ham, Oppo ham kelasi bitta oilaga tegishli va standart komplektida 100 wattli quvvatlash moslamasi keladi va kabeli, sim karta oladigan liniyachasi, hujjatlari va bitta chexoli bo'lishi kerak. Chexolini ochib ko'rdim-u, yana xuddi shunaqa solib qo'ydim. Sababi smartfon chexolsiz ishlatganga yetmaydi-da. Chexol ham yomon emas. Silikon, ya'ni o'zining rangiga moslashgan. Lekin to'g'risi bu narsalarning hammasini otib yorib, smartfonni o'zini ishlatganga yetmas ekan. Keyin smartfon tashqi dizayn haqida qisqacha aytaman va albatta texnik jihatlari, PUBG'da kamera jihatlaridan qanaqaligini aytib o'taman. Smartfondan tashqi ko'rinishi, chap tomonida xuddi iPhone'dagi tugmasi bor. Bu tugma orqali rejimlarga o'tkazsak bo'ladi, ovozli, ovozsiz va o'ng tomonda esa ovozni boshqarish va o'chirib yoqish tugmasi va oranjiy rangda, ya'ni iPhone 17 ning o'sha firmenli rangida kamera button yoki kamera kontrol. Bitta bossangiz tako vibratsiya beradi, ya'ni bitta bosishga ham biron bir narsani belgilab qo'ysangiz bo'ladi va ikki marta bossangiz kameraga avtomatik ravishda kiradi. Xuddi shunaqa iPhone'dagi sensorli tugmasini bemalol o'sha sensor orqali boshqarsa bo'ladi. Orqasi ikkiga bo'lingan koja Oppo va Hasselblad bilan birgalikda ishlanganini ko'rinib turibdi. Dumaloq shaybani atrofida ham xuddi shunaqangi oranjiy rangi va xuddi Xiaomi 17 Ultra'ga o'xshagan, go'yoki mana shuni burasak zoom yaqinlashtirish va uzoqlashtirish amalga oshiradigan effekti bor, lekin unaqangi funksiyasi yo'q va kamerasi o'zi ham ko'rsangiz bo'ladi, shishasi tako tekis dumaloq emas, sal to'rtburchakroq, o'ziga yarasha shaklli joylashtirilgan va spishkasi o'ng tomonda joylashtirilgan, ya'ni ushbu shaybani ichida emas. Tepasida dinamika, qo'shimcha dinamika va mikrofoni, pastida ham ikkita mikrofoniga ega dinamika va sim karta latoga ikkita sim kartani olish imkonini beradi. Smartfon ramkasi alyumindan, displeyi 682 dyuym, LTPO AMOLED, 144 Hz displey yangilanish tezligi, HDR10+ deysizmi, Dolby Vision displey yorug'ligi 3600 nit tashkil qiladi. 1400 ga 3168 piksellar soni, 1 dyuymga piksellar soni, 510 ppi Corning Gorilla Glass Victus 2 shishasidan himoyalangan. Ultra HDR suratlarni qo'llab-quvvatlaydi. Displey ham haqiqiy flagmanskiy displeylardan biri. Smartfonda Android 16 5 yilgacha yangilanish imkoni va ColorOS 16, ya'ni Xitoy smartfonlari uchun proshivka bilan jihozlangan. Albatta bu proshivkada bemalol rus tili mavjud va
Google ilovalarini ham qo'yib o'rnatsa bo'ladi, bemalol ishlatsa bo'ladi. Smartfon eng kichkina operativkasi 12, doimiy xotirasi 256 va eng kattasi 16 GB va 1 terabaytgacha xotirali versiyalari mavjud. UFS 4.1 va LPDDR5X. Moganda smartfon juda tezkor. O'yinlarni qanaqa tutadi desangiz, albatta protsessori Antutu testlarida aytib o'tamiz. Undan oldin kelinglar smartfonni kamerasi haqida qisqacha gaplashamiz. Smartfon asosiy kamerasi 4 ta kameradan iborat. 200 megapikselli ikkita va 50 megapikselli ikkita. Asosiy 200 megapikselli kamerasi Sony LYT901 bilan jihozlangan. Keyingi 200 megapikselli kamerasi 3 karrali optik zoomni ta'minlab beradi va 50 megapikselli kamerasi 10 karrali optik zoomni ta'minlab beradi. Mana shu 10 karrali optik zoom kamerasi Vivo X300 Ultra'da yo'q va bundiga o'sha 10 karrali 10X juda tiniq oladi. Qanchalik tiniq oladi deysizmi? Kelinglar ko'ramiz. Bunga holatdagi video ham foto ham aynan 10X da juda yaxshi chiqadi. Smartfonni boshqa smartfonlar bilan solishtirmadim, lekin iPhone 16 Pro Max bilan videolarni solishtirganimda nimagadir mana shu smartfonni video imkoniyatlari menga yaxshi bo'lib tuyulaverdi. Ya'ni smartfonlarni video olish qanchalik yaxshiligi bu faqatgina tasvir qanchalik tiniq va ravonligidan bilib olishimiz mumkin. Demak, asosiy kamerasida 8K da 30 FPS gacha, 4K da 120 FPS gacha video olish imkoniga ega. Oldi kamerasi ham 50 megapiksel. Foto videolari menga yoqdi. Endi flagman smartfonda to'g'ri tan olish kerak. Narxi ham ottik kallasi deb o'ylashingiz mumkin. Videoning oxirida albatta narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Oldi kamerasi 4K da 60 FPS gacha video olish imkoniga ega. 2x ya'ni 0.8. Ya'ni qo'lim anaqa tushadigan bo'lsangiz juda ham zo'r, ya'ni selfie holatda ham yaxshi video olish imkonini beradi. iPhone bilan videolarni solishtirib ko'rdim. Ancha yaxshi. Ya'ni detalizatsiya, ya'ni yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, tiniqligi bor. Shamol bo'g'otda, shamolni oz qanaqa yozib olishini aytib baho berasizlar. Oppo Find X9 Ultra stereo dinamiklarga ega. Hozir iPhone 16 Pro Max bilan bitta ovozini solishtirib ko'ramiz va qanchalik sifati yaxshi yomonligini o'zingizlar baho berasizlar. Asosiy tovushi baribir o'sha pastki dinamiklardan chiqadi, lekin tepadagi dinamiklari ham bunga yaxshi tovushni ta'minlab berishga yordam beradi. Ya'ni stereo effekti beryapti. Smartfonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Adreno 840 GPU bilan jihozlangan smartfon o'yinlarda va Antutu testlarini hozir ko'rishimiz mumkin. 4 milliondan ziyod ball yig'adi bemalol. Va bu ball muhim emas, lekin protsessor qanchalik kuchliligini bilish uchun mana shu Antutu testlarni o'tkazamiz o'zi. Va asosiy masala bu PUBG Mobile'da necha FPS ko'taradi degan narsa bor. 120 FPS ko'taradi. Yarim soat o'ynadim. Yarim soat o'ynaganimda 4% quvvat ketdi. Bu smartfon uchun, bunaqa kuchli smartfon uchun yaxshi natija. Odatda akkumulyator kuchliroq, protsessor sal pastroq bo'lgan smartfonlarda 3% yaxshi rekord natija bo'lgan. Va qizish qanaqa desangiz, hatto qizimadi. 47 darajagacha ko'rsatyapti. Qizishini menimcha yomon emas. Odatda 50 dan oshgandan keyin 52-53 daraja bo'lganda yaxshigina qiziydi va qo'lni qizdiradi. Bitta minus tomoni aynan mana shu katta kamerasi. Bu katta kamera bilan smartfonni ushlab o'ynashimiz juda noqulayroq bo'lgan holatlardan bittasi. 100 vatlik quvvatlash moslamasi komplektda kelishi yaxshi, sababi smartfonda 7050 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Bundan tashqari 100 vatlik simsiz quvvat olish va 10 vatlik reversiv, ya'ni o'zidan quvvat berish imkonini beradi. 7050 mAh akkumulyator bilan smartfon bemalol bir kun yashaydi. YouTube'da yarim soat video ko'rganimizda bor yo'g'i 2% quvvati ketdi 720p da.
Ya'ni 7000 mAh, ya'ni 7050 mAh soatli akkumulyator smartfon uchun juda ham yaxshi va tashqi o'lchamlari, qo'lda o'tirishlari juda qulay bo'lgan smartfonlardan bittasi. Oppo Find X9 Ultra smartfonni tavsiya qilasizmi desiz, albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Agarda Vivo X300 Ultra yoki Samsung S26 Ultralar yoqmayotgan bo'lsa yoki iPhone'ga o'taman deyotgan bo'lsanglar ham to'xtab turinglar. Mana shu smartfonni ham video imkoniyatlari iPhone'dan qolishmaydi. Zo'r bo'lsa zo'r, lekin qolishmasligini ko'rdinglar va zoom testlarni ham ko'rdinglar. Suratlarni qayta ishlashlari ham anchagina yaxshilashgan. Menimcha smartfon kamera jihatdan juda zo'r urg'u berishgan. Bu yerda dasturiy ta'minot degan narsa bor. O'zi nima uchun Android smartfonlar qachondan boshlab bitta savol tug'iladi. Android smartfonlari qachondan boshlab iPhone smartfonlaridan yaxshilashib ketdi degan savol bor edi. Foto va video imkoniyatlari bo'yicha endi taxminan bir 7-8-10 yillik gaplarni gapiryapman. iPhone'ga yetadigani yo'q edi, tan olish kerak. Lekin Google Pixel smartfonlarini chiqazdi. Pixel 1 smartfoni chiqqanidan boshlab hozir mana Pixel 10 va yaqinda 11 chiqadi, ya'ni 10 yildan oshiq vaqt o'tibdi. Aynan Pixel smartfonlarni chiqazganda Gcam, Google kamera foto imkoniyatlari bo'yicha Apple'dan yaxshiligini isbotladi. Ya'ni bu narsani dasturiy ta'minot orqali o'zgartirishdi. Aslida Apple ham buni dasturiy ta'minot hozir deyishyapti, sun'iy intellekt deyishyapti. No, umuman olganda sun'iy intellekt deymizmi, algoritm deymizmi? No, asosi bir, ya'ni uni o'sha programmalar qayta ishlaydi. Mana shu qayta ishlash aynan Apple smartfonlarida 12 megapiksel, 8 megapiksellik kamerasi bilan ham aytaylik Samsungda yoki Xiaomi'da va boshqa smartfonlardagi 32 megapiksel, 64, 1.8 megapiksellik kamerasidan yaxshiroq videoga olardi. Nima uchun? Chunki uni qayta ishlashda, video olishdagi qayta ishlashlar yaxshi sozlangan edi. Mana endi bu smartfonlarda ham, hozirgi yangi flagman Android smartfonlarida ham videoga olishida qo'rqmasdan aytsak bo'ladi, iPhone'dan yana bir qadam oldinga chiqdi. Fotodan bir qadam oldinda edi. Hozir bir necha qadam oldinga chiqib ketishdi. Ya'ni tungi holatdagi fotolarga iPhone yetolmayapti hali ham. Zoom testga yetolmayapti hali ham. Endi esa video imkoniyatlarida ham oshib ketishdi. Endi smartfon narxi nech pul desangiz, men yozib qo'yaman. Agar ushbu smartfonni xarid qilaman, zakaz qilib bering, olib kelib bering deydigan bo'lsanglar, mana bitta O'zgarish Shop kanalimiz bor, Telegramda. Bemalol kirib buyurtma qilsanglar bo'ladi. Bu odam Xitoydan sizga tanlab mana shu smartfonni chiroyli holatda yetkazib beradi. Yangi upakovkada bo'ladi. Ya'ni biz ochib mana shunday obzor qilsak, "Voy, klientlarni telefonni ochib obzor qilyapsizlarmi?" deyshadi. Yo'q, biz unaqa qilmaymiz. Qilamiz, ya'ni so'raymiz. Smartfoningizni ochib obzor qilsak bo'ladi? Yo'q, bo'lmaydi. Bir xil o'zi aytadi. "Fazl aka, smartfonni ochib obzor qilib bering, ko'ringlar, sizni fikringizni eshitaylik" deydi. Marhamat, biz xursand bo'lamiz agar bizga obzor qilinglar deyishsa, obzor qilamiz. O'shaning uchun siz smartfoningiz agar yo'q, men o'zim ochaman, o'sha salafan hidini yaxshi ko'raman desanglar, bemalol o'zingizlar ochib, yengidek o'sha hissiyotlarni his qilib ochib ishlatsanglar bo'ladi yoki bizga bersanglar, bunaqangi tepib ishlatib, yangi holatda o'zingizlarga qaytarib beramiz. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.